Qamashida zamonaviy klinik diagnostik laboratoriya ish boshladi. Laboratoriya diagnostikasi tibbiyotning eng muhim va hal qiluvchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Chunki aynan laborator tahlillar natijalariga tayanilgan holda davolovchi shifokor bemor uchun to'g'ri va samarali davolash taktikasini belgilaydi. Aholi uchun tibbiy xizmatlar qulayligini oshirish, xususan laborator tekshiruvlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida Qamashi tumanida zamonaviy klinik diagnostik laboratoriya ish boshladi. Bu laboratoriya Qamashi aholisi orasida eng ko'p talab etiladigan tahlillar kompleksini amalga oshirish imkoniyatiga ega. Eng asosiysi, endilikda aholimiz ortiqcha ovoragarchiliklar va uzoq masofalarga borish zaruratisiz ishonchli tahlil natijalariga ega bo'lishlari mumkin. Chunki mazkur laboratoriya zamonaviy, yuqori aniqlikka ega uskunalar bilan jihozlangan. Jumladan tahlillar orqali umumiy qon va peshob tahlillari, 100 dan ortiq biokimyoviy tahlillar, shu jumladan reanimatsiyadagi bemorlarga tegishli tahlillar, 16 turdan ziyod torch infeksiyalarni aniqlash, gistologiya va pap-mazok Samarqand shahar onkologiya shifoxonasida tekshiriladi. Gemostaz tizimi orqali qonning quyuq suyuqligini baholash, onkomarkerlar, gepatit A, B, C, D turlari test va ixla apparatida, PCR tahlillari, gijjalarni aniqlash, bakteriologik tahlillar maxsus bak laboratoriyada, gormonlar hamda normadan chetga chiquvchi xavfli hisoblanadigan onkomarkerlarni aniqlash imkoni mavjud. Natijalarni olish yanada oson. Sizga berilgan QR kod orqali tahlil javoblarini onlayn olishingiz mumkin. Barcha tahlillar Toshkent tibbiyot akademiyasi bakalavri va magistranti, shifokor laborant, bakteriolog va virusolog Abdusoatova Mohigul Abdurashidovna, shuningdek Samarqand Express laboratoriyasining malakali mutaxassis shifokorlari tomonidan amalga oshiriladi. Manzil Qamashi tumani, Do'stlik mahallasi, Farovon ko'chasi 173-uy. Mo'ljal Qamashi tumani tibbiyot birlashmasi hududi yonida. Telefon 99lik kod bilan 402 28 96. Qamashi Express laboratoriyasi siz uchun, sizga yaqin va ishonchli.